nuqsonlarning sababi juda ham ko'p. Masalan, qarindoshlik bo'lsa, nuqsonli homila kuzatilishi juda ham ko'p. Erkakda ham, ayolda ham biron bir zararli omillar bo'lsa, ya'ni narkoman bo'lsa, ko'p chekuvchi bo'lsa, unaqa holatlarda ham juda ham ko'p bo'ladi. Uchinchisi, irsiy kasalliklarni aytamiz. Aynan o'sha erkak bilan ayolning DNKsi bir-biriga qo'shilib o'tgan paytda DNKni bitta ortiqcha bo'lib ketishi oqibatida ham bolada o'zgarishlar bo'ladi. Yana bittasi spermatozoid kачествоsi, morfologiyasiga qarash kerak. Spermatozoidimiz kачественный bo'lmasa, nuqsonli homila bo'lishi mumkin. Ayolda ham biron bir o'zini ichki organizmida o'zgarishlar bo'lsa, unda ham nuqson bo'lishi mumkin. To'rchi infeksiyalar ham nuqsonga olib keladi baribir. Hamma bular sabab nuqsonga. Lekin 100% bitta ayolda bo'ladi degan narsa yo'q. Tug'ruqda bo'ladigan asoratlar bor. Masalan, noto'g'ri kuchlanish oqibatida farzandingiz tug'ilayotgan joyda travma oldi. Boshidan juda ham qattiq deylik, yoki umurtqasidan, shayning umurtqani bir bo'lagidan olsa ham o'sha bolada DTSP bo'lishi mumkin. Vaholanki u sog'lom edi, lekin o'sha tug'ruq travmasining oqibatida bolada shu holat kuzatildi. Ya'ni nervi qaysidir joyini zararlab qo'ydik yoki yiqilib tushdi, miyaga qon quyilib qoldi. U bolada ham miya tomonlama o'zgarishlar bo'ladi. Hurmatli bo'lajak onalar, farzandingizni sog'lom tug'ilishini xohlasangiz, o'zingizni asrang.